Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, ijtimoiy tarmoq muxlislari. Mana biz qadimiy Gurjistonning bir shahridan olib boryapmiz. Direktning asosiy maqsad bugun o'tib davriga qatnashdik. Qolaversa, mana shu O'zbekistondan konferensiya ishtirokchisi Ravshanjon, qolaversa Rishton qurolchilik maktabida faoliyat yuritgan do'stimiz. Mana shunday ikki davlat rahbarlarining shunday qo'l mehnati asosida patentlarni olib kelgan ekan. Biz hozir topshirishga deganmiz. Mana shunday boshqa hollarda qanday Avvalambor assalomu alaykum yurtdoshlar, O'zbekiston xalqi. Mana bugun biz delegatsiyamiz bilan konferensiya o'tkazdik. Bu yurtda juda ham bir o'zimizni O'zbekistonimizni bayrog'ini ko'tarib, ikki do'sti qadriyati, ikki do'sti bordi keldisini, mehmon do'stligini shu joyda hozir mana guvohi bo'lib turibmiz. Albatta muhtaram prezidentimizni 2 oy oldin shu yurtga tashrif buyurishlari bizni yana ham shu joylarga prezidentimizdan keyin kelishligimiz bizga juda katta turtki bo'ldi. Albatta ikkala yurtni qardoshligi, do'stligi abadiy bo'lsin. Bizni o'zbek xalqimiz mehmondo'st xalq. Har bir dunyo borki, har bir dunyoning vakillari bizni xalqimizni quchoq ochib kutib oladigan xalq biz. Avvalambor xalqimizga uzoq umr, tinchlik tilaymiz. Prezidentlarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Doim mana shunaqangi bordi keldilik. Umrimizni abadiy bo'lsin, oxirigacha bo'lsin. Doim shu yurtlarga kelishlik, hamma O'zbekiston xalqini so'rab qolamiz. Hammalarga salom aytamiz. Yashasin O'zbekistonimiz, yashasin Gruziya. hurmatli yurtdoshlar, bevosita Gruziya rahbariyatiga olib keldik. Mana sanoqlidan keyin Guruziyadagi topshiramiz. Rahmonov Gurjistondan maxsus tayyorlandi.